o'ng tomonni ochdingizmi doktor yo chap tomonni? Bilmay qoldim, hozir. O'zi bora-bora bilmay qoladigan qoladi odamchi. Chap tarafim qashini o'tibdi. Mayli, nima bo'lsa ham o'ziku. Mikrofon bormi? Bor. O, Zo'r. Faqat endi tevaga osmonga qarab yotamiz, bo'yin sohani ochamiz tevaga. Bor. Endi hazillashib qo'yamiz-da, tog'a. Bu yoqqa bukamiz. Hol qo'yamiz. Zo'r. Bu yoqqa bukamiz. Zo'r. Endi hali siz aytgan narsani qilamiz. Pastga qarab yotamiz. Orqangizga uravering. Izar ekan deb. Sal pastroq qo'shamiz, peshonam saqalga. Bo'ldi, ha. Jag'imiz taqalmadimi? Bo'ldi, yetadi. Bo'ldi. Tegmaydi, bo'ldi. Zo'r. Bismillah. Yaxshi. Zo'r. Bo'ldi. Tog'a bo'ldi, teg osmonga qarab yotib olamiz endi. zo'r qildingiz ammo. Ha, bular tushunmaydi bular yoshlar. Ha, bularga quloq solmaymiz. Qalay bo'ldi tog'a? Haqiqatda maza bo'ldi. Har kim ishlab boshlaydi. Avvallar umurtqani ocharmidi? Aytma, hayotda birinchi ochtirishimman. Anangiz o'chirib qo'ymoqchi. Maza qilyaptim ammo. Xo'p, endi Men o'chindingiz mana buni. bo'ldi. Ha, o'chirib. Cho'ra qolgan deb iflosga yotdim-da. Ha. Belimni qisdi. Ha. Katta orasidan qistirib, orqani bor ekan. Qo'yib o'rganib kelgan ekan. Bunda qisib, shod umurtqani yig'ishtirib qo'ydi. Men ashuni aytaman-da. O'shani ham oldimda iflos bilmasdanmi. Ha. Men ko'p gapirganman. Qaysi metodlar mumkin emas, qaysi metodlarni olmanglar deb men ko'p aytganman. Kuydirish mumkin emas umurtqa pog'onani. Bu tog'amiz aytayaptiki, chotim orasida aramchini o'tkazdi, yelkamdan deyapsizmi? Ha. Qisdi deyapsiz. Umurtqani yig'ishtirib qo'ydi deyapsiz. Yig'ishtirdi. Va akalar, bu umurtqa pog'onasi qisilishdan, siqilishdan keladigan kasallik bu aslida. Ve bu qisilishdan kelib chiqqan kasallikni tortib ochyapmiz, mana mashqlarda qarang. Mashq qilib tortdim, cho'zdim, tortib cho'zamiz. Banisalarda mendan ham eslilar ishlaydi. Ana shular ham vitijeniga yotqizib, hali remen bor. Qornimizga remenni o'tkazib, mana bu sonimizga remenni baylab tortadi vitijeni kravatda. Ha, uni ham qo'yamiz. Ha, umurtqani ochadi. Bu yerda hozir noto'g'ri lecheniya qilgan. Umurtqani qaytadan qisganda bu tog'amiz o'shunaqa joyga bordim deyapti. Demoqchimanki, akalar, umurtqani qisish mumkin emas. Umurtqani qisib bo'lmaydi bu yerda. Va umurtqani ustini kuydirish mumkin emas. Haligi kuydiryapti, tangedek ochib qo'yapti, yara qilib. U mumkin emas. Va uchinchisi bor, eng iplosi bor. Bolg'ani qo'yib umurtqani ustiga urib chiqishyapti, hali burchakka bosadigan narsa bilan. Ve bu aspal emas bu. To'g'rimi? Yo, urdirib ham ko'rganmisiz? Yo, urdirmayman. Oyog'imni qo'ydirganman mana yetini. Mana. Ya, Mana ko'rdingizmi? ha, shuni ko'rsatib qo'yamiz. Xalqqa keling, malik tomonga. Nimaga deng? Ko'rsatma. Kuydirganingizni endi aytyapsiz-da menga. Ya'ni umurtqasidan ko'rdirganini ko'rdimda boshqa joyda. Yo'q, ashitini kuydirishni bitta telefonda ko'rsatib qo'yaman. Betingiz ko'rinmaydi-yu, oyog'ingiz ko'rinadi. Yo'q, shu nari tomonga qarab yoting. Telefonni. Yo'q, u otada. Kuydirish mumkin emas deb aytdim, tog'a kuydirib bo'lgan ekan o'sha. Hamon baqara ko'p ko'rdirganman endi. Telefonda men chiqaraman. Anaqani, kamerani hali joyidan qo'zg'ataman. Xo'p, mana kuydirish mumkin emas degani mana shu metod bo'ladi mana. Kuydirish mumkin emas deb bu mashina aytyapsiz. Lekin bu dinda ham yo'q, meditsinada ham yo'q-da. Ayni o'zbekda bo'ldi endi, o'zbek pul uchun kuydirdi. O'zbekda hamma metod ko'payib ketyapti. Mana shu holatda kuydiryapti. Keyin men aytaman-da, bu kuydirganda nima bo'ladi?